Hammaga assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, barchalarni muborak hayit bilan chin dildan tabriklayman o'zim va jamoam nomidan. Va bugun sizlarga mendan hayit uchun tuhfa juda ham foydali efir bo'ladi. Tayyormisizlar? U holda boshladik. Avval yuzimizni toner bilan artib olamiz. Yuzimizni toner bilan artib, demak, tayyor bo'lsanglar boshladik. Parallel savollarga javob berishga harakat qilaman. Toner bilan artamiz. Toner bugun menda Hadalabadan juda ham yaxshi toner, juda ham ajoyib namlantiradi, oziqlantiradi. Namlantiruvchi sprey sepamiz yoki har qanaqa namlantiruvchi krem, namlantiruvchi sivruk ishlatsanglar ham bo'ladi. Ana endi bugun sizlarga makiyaj boshidan oxirigacha sevimli va hamyonbop brendlardan biri Top Face'da qilamiz boshdan oxirigacha. Agar siz sifatli, lekin hamyonbop kosmetikalar qidirib yurgan bo'lsangiz, ishoning, Top Face'da olib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shuncha narsa, juda ham ko'p kosmetika, hattoki o boje. E'tibor qaratmaymiz. Tak, hammasi shu olgan narsalarim hammasi bo'lib $100 ga yetmagan pul bo'ldi qizlar. Aniq summasini eslolmayman. Narxlarini primerno bilaman, aytib o'tib ketaman. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Tonalka surish uchun men eng yaxshi ko'radigan kisechka, juda ham arzon turadi. Taklon, bilasizlar, men tonalkani sponjda surmayman, chunki infeksiyalar, mikroblarni g'ori, qoni manbai hisoblanadi sponj. Kista suraman, kist F6. O Top Face kistida. Yuzimni namlantirib oldim. Men bu spreydan sepib namlantirdim. Yana bir marta namlantirib oling. Sprey menda Sensilis brendidan. Ana endi yuzimga namlantiruvchi baza suraman. Top Face o'zidan. Namlantiruvchi baza, juda ham byudjetniy baza, и достаточно juda ham yaxshi namlantiradi. Juda ham shunaqa suyuq, lipki. Yo'q ketyapti. Tak, savollaringizni hozir sekin o'qishni boshlayman. Assalomu alaykum. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat qizlar, sizga ham muborak bo'lsin. Tak. Qaranglar. Namlantiruvchi baza surdim. Yozga ham juda ham yaxshi to'g'ri keladi. Umuman yog'lantirmaydi, lekin qaranglar, lipki. Nima qilamiz sizlar bilan birgalikda kelinglar. Даже og'riqlarni ham ko'taryapti, ko'rasizlar. Juda ham koja lipki bo'ladi, lekin umuman yog'lantirmaydi. Baza keyin tonalka. Namlantiruvchi baza yog'li yuzga ham, quruq yuzga ham tushadi. Yog' yo'q-da bunda, faqat namlik. Ana endi tonalniy krem. Tonalniy krem yoz uchun Top Face'da men eng yaxshi ko'radigan tonalkam bu. Men o'zim bu tonalkadan o'tgan yil ham, undan oldingi yil ham ishlatib ko'rganman yozda. Xo'p, ana endi screenshot qilib oldinglar-ya. Tonalkani ochamiz, ishlatamiz. Tonalka juda ham yengil va juda ham sильно pigmentированный. Tonalkani oldim. Mana kisechkada sursanglar, shunaqa qulay kisechka, qaranglar. Tonalkani ham suradi, ham yoyadi mana. Ataylab filtrlar, effektlarsiz chiqaman. Doim efirlarda sizlar his qilinglar mahsulotni, his qilinglar ishlatishni deb. Tak, qaranglar, yupqa qilib tonalka surib chiqamiz. Mana. Juda ham yupqa qilib surib chiqqanda уже покрытие bo'ladi. Tonalkani screenshot qilib olinglar. Skin Wear. Так, Top Face'dan, Top Face tонкий слой bilan примерно tonalka 100,000 so'm atrofida qizlar. Keyin qaranglar qanaqa idealniy lегкий покрытие beradi. Ish bilan birgalikda kistam Top Face'dan F6 kisechka. Aynan shu kisni yaxshi ko'raman men. F6 koshacha lapa deyiladi. Qaranglar, tonalkani yupqa sursak ham biz kutgan natijani olaveramiz. Ko'p surish shart emas. Endi qarang, tonalkam, boya tushirgan tonalkam yana bir chetdan olib suryapman. Qizlar bilasizlar, peshonaga kelganda mana bu joyga suriladi tonalka. Chetga qarab ketganda o'sha tugab ketish kerak. Bo'lmasam sochingiz tagida mana bunaqa переход paydo bo'lib qoladi. Bilasizlar buni?
o'rgatganman-ku sizlarga, to'g'rimi? Tak, o'shanda qayerdan boshlanib, qayerdan tugagani bilinmasligi kerak, qizlar. Tak. Qayerdan olganingizni ko'rsatib, хорошо, tonalkani ko'rsataman. Qizlar, mana Top Face. Qizlar, ana endi qaranglar. Top Face men oq qizlarga kirmayman, 005 ni ishlataman. Men bug'doy rangman, qizlar. Bug'doy rangman, lekin o'zimni yuzimdan ham ko'ra ko'p to'qroq ishlataman, ozgina zagar yaxshi ko'rganim uchun. 005. Qizlar, endi tonalkani oldin yubka qilib surib olasiz, nafaqat bu tonalkani. Sizda qanaqa tonalka bo'lishidan qat'iy nazar. Qizlarjonlar, oldin tonalkani yubka qilib surib olamiz. Keyin qayer yopilmasa, yopilmagan joyi o'zini, masalan, aytaylik, mana bu joyda yaxshi yopilmadi deylik. Mana shu joyi o'ziga uruvchi harakatlar bilan ishlaymiz. Qizlar, sizlarga sponj rekomendatsiya qilayotgan odamlarning sizlarda yo dushmanligi bo'ladi. Allaqachon juda ham ko'p brendlar aynan tonalka uchun sponjlar chiqarmay qo'ygan. Juda ham ko'p brendlar. Chiqarsa ham faqat pudra uchun chiqaradi, beking uchun chiqaradi. Umuman olganda vizajistlarga sponj ishlatish yo sponj ishlatib qaranglar. Tonalkani qavat-qavat qilib qildim. Qizlar, qaranglar. Yana bir marta aytaman, sponj individual bo'lishi kerak. Vizajistga borsangiz, birovdan qolgan sponj ming yuvilgan taqdirda ham u sponj to'liq tozalanmaydi. Spirtga botirib qo'ygan taqdiringizda ham sponj g'ovak, chuqur, uning ichida infeksiya va mikroblar qolib ketadi. Agar дай bog' sizdan oldingi odamning kojasida yuqumli kasalliklar bo'lsa, точно yuqadi. Assalomu alaykum, kisni nomerini aytib yuboring. F06 Top Face. Arzimagan pul turadi. Juda ham arzon kistichka, lekin shunaqa zo'r kistichka. С праздником вас тоже. Спасибо. Как вы сами? Так. Tonalkani artib tashyapman. Qizlar, qaranglar, уже bizda более плотное покрытие bo'ldi. Yaxshi ko'ryaptimi? Tak, ana endi qizlarjonlar, qaranglar. Yopilmagan joylari, masalan, o'sha joyi o'ziga ikkinchi marta yurib chiqargansiz. Birinchi marta tortib sursangiz, ikkinchi martada faqat urib surasiz. Tushuntira oldimmi? Ana endi o'rtoqlar, qaranglar. Tonalka surishga surib oldim hamma joyimga. Keyingi etap konsiler etapi. Byudjetniy, lekin juda ham idealniy konsiler deb bilaman. Top Face'dan InStyle degan konsilleri. Chunki достаточно сильно пигментированный. Kamgina sursangiz ham rezultat olasiz. Yig'ilib, qurib, qotib qolmaydi ko'zingizdagida. Xo'p, konsiler o'zi nima uchun suramiz? Konsiler o'zi hajm uchun suramiz. Masalan, peshoningiz do'ng bo'lsa, buni surishingiz shart emas. Bu peshonani yana ham do'ng qiladi. Agar jag'ingiz oldiga o'zi chiqqan bo'lsa, buni surishingiz shart emas. Jag'ingiz oldiga chiqarib ko'rsatadi bu. Xo'p, men jag'imga qilmayman. Jag'im kalta, oldiga chiqarib yana ham kalta qilib qo'yish mumkin. Shuning uchun qilmayman. Qizlar, bo'lmasam boshladik. Konsiler yoyib tashlamaymiz. Konsilerni surgan joyimiz o'zida ishlaymiz. Konsiler hajm beruvchi mahsulot hisoblanadi va konsiler qanaqasini olganim ma'qul degan savol bersanglar, ko'janglardan ko'ra, mana qaranglar, qizlar, agar cho'ngni kurginglar bo'lmasa, sразу ochiq konsiler olsanglar bo'laveradi. Qaranglar, ochartirganimdan keyin menda уже Photoshop effekti paydo bo'lyapti. Qaranglar, peshona mana bu joyi tarangroq ko'rinyapti. Endi bu yerda ishlaymiz. Ko'zim tepaga ko'tarilganini hozir sezasizlar. Konsilerimni yoygan tomonimda, расшивать qilgan tomonimda уже ko'zim, qaranglar, ko'tarilib qolgan. Sezdinglarmi? Endi o'rtoqjonlar, qaranglar. Eng muhim narsani aytaman. Eng muhim narsa konsiler surayotganda qanaqa rang olish kerakligi. Agar cho'ngni kurklaringiz bo'ladigan bo'lsa, ochiq konsiler olmaysiz. Birinchi to'q konsiler ham olasiz. Chunki oldin cho'ngni kuruk yopib, keyin ochiq konsiler surish mumkin. Xo'p, agar cho'ngni kurugingiz bo'lmasa, sразу ochiq konsiler olsangiz bo'ladi. Agar siz umuman konsiler effekti yoqmasa, xarid qilmasangiz ham bo'ladi. Konsilerlar, tonalkalar bular hammasi foundationlar oilasiga kiradi, ya'ni osnovalar. Tak, o'rtoqjonlar. Ana endi xuddi shu konsiler maslatkasini ko'zimga ham как baza под тень o'rnida ishlataman. Mana kistichkam bilan ishlatib boraman, chunki hozir shu yerga ko'zimni qo'yaman shuni ustiga. Tak. Mana как baza под тень o'rnida ham ishlatdim. Xo'p,
Endi o'rtoqjonlar, konsiler demak tonimizdan ko'ra ochroq bo'lishi kerak ekan. Agar lifting effekt xohlasak, agar temni ko'rib yoqmoqchi bo'lsak, konsiler qaytanga to'qroq va issiqroq ranglarda bo'lishi kerak ekan. Xo'p. Tonalka bo'ldi, baza bo'ldi, konsiler bo'ldi, konsiler in style 003 nomerini ishlatdim men. Top Face'dan 003 ishlatdim o'rtoqlar. In style degan konsiler. Ana endi yuzimizni modellashtiramiz. Yoz uchun shunaqa idealniy rumyonalar ko'rsataman sizlarga. Qizlar qaranglar. Shunaqa свежий rang, и shunaqa zagarniy rang, и shunaqa persik rang, и shunaqa mamnaqa естественный persik rang, вот прям розовый persik. Endi qaranglar. Sizlar bilan boshladik. Oldin bronzer qilamiz. Bronzerini как skulptor ishlatsanglar ham bo'laveradi. Juda ham oq qizlarga to'g'ri kelmaydi-yu. Sal qorachiroq qizlarga to'g'ri keladi. Yuzdagi holni qanday yopsa bo'ladi? Xolis qanaqa rangliligiga qarab. Tak, tayyormisizlar? Unda boshladik. Qizlar, men yuzimni ozginagina cho'zinchoqroq ko'rsatishni xohlayman, shuning uchun diagonalniy qilib suraman. Diagonalniy, mana. Diagonalniy. Agar yuzingiz ozg'in bo'lsa, juda ham uzunchoq bo'ladigan bo'lsa, siz nima qilasiz? Siz diagonal qilmaysiz. Siz gorizontalroq qilasiz. Demak, har doim burnimiz tomonga qarab yuramiz. Lab tomonga qarab yurib qo'ymanglar. Bu sizlarni osiltirib, qaritib ko'rsatadi. Qizlar qaranglar. Demak, yuzim uzunchoqroq qilish uchun orqadan olib kelyapman, lekin burnimni uchiga qarab yurib kelyapman, labga emas. Ko'pchilik labga qarab yurib qo'yadi, bu sizni yuzingizni osiltirib qo'yadi. Qaranglar. Oldi tomonga kelganda tugab ketish kerak. Bronzeringiz ham, skulptoringiz ham. Tak, ana endi 290 ming so'mlik kursingizga qanaqa yozilsak bo'ladi? Qizlar, direktga yozinglar. Sizlarga karta yuboramiz, kartaga to'lov qilib yozilsanglar bo'ladi. Kursimni 5-aprelgacha sotuvni hali ham 290 ming qildik, chunki bizlarning qizlarimiz ulgurmayapti. Umuman ulgurishmayapti, odam ko'p juda ham. Qizlar, yozishmasa, yozishimizni kutmanglar, sразу telefon qilinglar. Menejerlar nomerlari, telefonlari hammasi ko'rsatilgan akkauntimda. 290 ming so'mlik kurs u suv tekin kurs, chunki 10 xil makiyaj ko'rsatilgan. 10 xil makiyaj ko'rsatilgan. Bu degani 29 ming so'mdan olasiz bitta video darsi degani. Eng zo'r tomoni faqat u yerda dars emas. Ertalabki teri parvarishi alohida, kechki teri parvarishi alohida, dog'larni yopish alohida, temni quruq yopish alohida, qoshni bo'yash alohida, kiprik qo'yish alohida o'rgatilgan. Hammasini sekin-sekin tashlab beryapmiz. Opa, vulgarniy makiyaj qilishni ham o'rgating. Endi vulgarniy makiyaj qilishni vulgarniy qizlardan so'rasanglar bo'ladi. Aman za natural beauty. Men vulgarniy makiyaj qila olaman, конечно. Lekin o'zimni mana bunaqa jam makiyajni tasavvur qila olmayman. Dars o'zimizda qoladimi? Dars butun umr o'zingizda qoladi. Tak, qizlarjonlar, qaranglar. Ana endi skulptor o'rnida mana shu bitta paletkani bronzerini ishlatdim. Endi rumyana qilamiz. Rumyana men juda ham yaxshi ko'raman. Свежий rumyanani. Dars o'zimizda qoladimi? Dars butun umr o'zingizda qoladi. Kurs вообще zo'r, maza qilib o'rganyapman. Rahmat, Fazilet Mua, kattakon rahmat. Minnatdorman tanlov uchun. Уже onlayn studentlarimdan otsiflar. Qizlar qaranglar. Ana endi qilamiz sizlar bilan birgalikda rumyana. Mana bitta narsani bilib olinglar. Rumyana hajm berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, rumyanani sal teparoqga suramiz. Nimaga? Mana shu joydagi yanog'imni tarang ko'rsatish uchun. Qizlar qaranglar. Sal effektniroq suryapman. Свежий rangini suryapman. Mana rangini suryapman. Свежий rangini. Juda ham yaxshi ko'raman shu rangini. Qaranglar. Effektniroq suryapman. Endi buni ustidan pudra ishlataman. Bu effektni rumyanamiz yo'qolib ketadi. Pudra, вот yoz uchun idealniy pudra bu ham. Men juda ham yaxshi ko'rdim shu pudrani. Top Face'da 24 soat matoviy turadigan. Darsizga qatdan qo'shilamiz, Telegram kanalingiz bormi? To'lov qilishingiz bilan direktdan to'lang, sizga ssilka yuborishadi. Qizlar qaranglar. Ana endi mana shu chastni o'zini pudra qilaman. Qizlar, mana o'zini kissida qilsanglar ham bo'ladi. Voy. Слишком сильно пигментированный rumyanam qatga yo'qolib qoldi. Sal ehtiyot bo'lar ekansizlar, chunki juda ham kuchli pudra ekan. Men hamma rumyanam bekilib ketdi-ku mana. Voy.
Qizlar qaranglar, вообще идеальный Photoshop. Viloyatda masalan issiq-ku bizda Toshkentga nisbatan ham Xorazmlar, Buxorolar, qizlar issiq viloyatlar. Sizlar bu pudradan обязательно olinglar. Shunaqa stoyki pudra 24 soat qilt etmay turadi. Qizlar shu darajada kuchliligidan rumyanamni yopib qo'ydi. Mana buni qaranglar. Vau! Shunchaki увлажняющий krem ustidan tonalka ham surmasdan sursanglar ham bo'lar ekan. Qarang, butun yuzdagi hamma narsani yopib tashlar ekan. Boyagi effektni rumyan ham yo'qolib qoldi. Muazzam masalan qayta ayonlaringiz bilan muazzam offline kursingizda o'rgatganingizdek makiyaj qildim bugun. Vau bo'ldi. Vau qizlarga vau makiyajlar doim yarashadi. Siz o'zingiz juda ham chiroyli qizsiz, Tohir opa, shuning uchun sizga makiyaj ham juda chiroyli yarashyapti. Harakat qilyapsiz. O'zim ham olganda hammamiz chiroylimiz. Tak, qizlar qaranglar. Pudrani masalan 10 dan 11 ga baholagan bo'lardim. Agar 1 dan 10 gacha baholash kerak bo'lsa, men 11 degan bo'lardim. Pudra вообще нереально крутой pudra. Qizlar qaranglar. Onlayn kurs zo'r, offline kurs undan ham zo'r. Kattakon rahmat. Qizlar qaranglar. Вообще крутой pudra ekan. Ayniqsa tonalka ishlatmaydiganlar bu pudrani olsanglar bo'ladi. Vau, buni qaranglar. Men nima shuncha tonalka ishlatdim? Bu pudrani bu darajadaligini bilmadim-da. Крутой pudra ekan. Juda ham prям Photoshop effektini beradigan pudra. Labni katta ko'rsating. Обязательно hozir o'rgataman. Kutib turinglar. Pudra qilib oldim kerakli joylarga. Demak, men butga skulptor qilamiz, butga rumyana qilamiz, kerakli joylarga rumyana hammasini qilib chiqamiz. Xo'p, rumyanam yopilib ketdi-da, shunga siqilaman deyman. Xo'p, ana endi sizlar bilan birgalikda highlighter qilamiz. Hozir necha so'm kursingiz? Screen qilaylik. Voy, screen qila olmadinglarmi hali ham? Nimaki? Yaltirar ekan-da qizlar bana. Top face. 100 ming so'm atrofidagi pudra edi. 100 ming so'm. Ilmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Katta rahmat. Qizijonlar, mana skulptor rumyana mana bu joyga pudra qilamiz. Men kecha kirdim, kursingiz haqida aytib o'ting. Men kecha kirdim, kursim haqida. Xo'p, aytaman. Hozir aytaman. Ana endi qizlar qaranglar. Xuddi shu paletkadagi masharang bilan ko'zimni ham bo'yamoqchiman. Mana ko'zimni ham bo'yamoqchiman. Qaranglar, qanaqa chiroyli rang. Ham skulptor qilib ishlatyapman, ham ko'zimga ishlatyapman qizlar. Juda ham chiroyli. Розовый bo'p rozовый emas, persik bo'p persik emas-da, korичневый bo'p korичневый emas, вообще chiroyli rang. Pudraning nomerini ayting, qayerdan topsak bo'ladi top face ni? Bizda ham bor. Top face deb yozsanglar ham chiqadi. 005 ekan bu ham. Pudra вообще zo'r, menga yoqdi. Mana. Tak. Ko'zimni ham xuddi shunda bo'yab oldim. Bu tomonni ham bo'yab olaman, xuddi shu rangda. Shu rangda ko'zim ichini ham bo'yab olaman, mana. Qaranglar. Muazzam qayar keldimi? Inshaalloh da keladigan. Sizni Hightown Bloomda ko'rdim. Kursda yuzga mos kosmetika brendlari haqida ma'lumot beriladimi? Ne только ma'lumot beriladi, rasmlarigacha qo'yilgan. Siz nechinchi yilsiz? Assalomu alaykum. Eid bayramlaringiz bilan rahmat. Nechinchi yilga o'xshaman. Ko'zimni tegiga ham shu rangdan surib olganman. Ham rumyana, ham skulptor, hammasi bitta ham teng qilib ishlatsanglar ham juda chiroyli ranglar. Men teng qilib ham shuni ishlatyapman. Qizlar qaranglar. Surib oldim. Qoshingiz terilmagani yo'q. Tak, ana endi tush qilamiz. Ko'zimga hech qanaqa qalam ishlatmasdan tush qilaman-da. Sizga zo'r shunaqa tush surishni o'rgataman. Bunaqa o'rgatganimdan keyin siz tush olmaysiz. Xo'p.
И bu qosh ekan. Qizlar qaranglar. Qaysi tushni surishni o'ylaymiz. Offline kursingizga bormoqchi edim. Yozing direktdan. Menejerlarim javob beradi. Qizlar, yozinglar, kelinglar. Bemalol joy bo'lsa agar yaqin kurslarda. Qizlar qaranglar. Silikonoviy kistочка ko'proq uzun qilib, ko'proq qayirib beradi. Pushistый kistочка eslab qolinglar, ko'proq объем beradi. Sizga qaysi biri yoqishiga qarab kistочка tanlaysiz. Men bu tushni ishlatib ko'rmoqchiman. Yoki buni ishlatamizmi? Давайте bunisini ishlatamiz. Ikkalasini ham ishlatmaganman, menga yangi tush. Hamma ishlatayotgan narsangiz Bloomda bor, to'g'rimi? Yaqinda qizlar Bloomda siz narsalaringizni ko'rsatib qidirib yurishuvdi. Bu barcha Bloomda yo'q. Top Face Bloomda yo'q. Tak, assalomu alaykum ustoz va alaykum assalom go'zallarim. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qaranglar. Kiprini tagiga qo'yasizlar, tushni yaxshilab o'rganib olinglar. Hech kimni bee'tibor qoldirmas ekansiz. Mehrim tushdi sizga, rahmat jonim. Qarang. Tagiga qo'yamiz va mana bunaqa qilib aylantiramiz. Bunaqa qilib zigzag qilamiz. Zigzag qilib yaxshilab bo'yimiz. Keyin yaxshilab ildizidan boshlab tortib taraymiz. Ildizidan boshlab. Qaranglar qizlar, yo'q kipringlar bor bo'lib ketadi. Oldin yaxshilab zigzag qilib olsanglar, ana endi qaranglar. Hech qanaqa qalam ishlatmadim. Hech qanaqa podvodka ishlatmadim, lekin ko'zni farqini ko'ryapsizlarmi? Qizlar, agar tushni oldin zigzag qilib olsanglar, ildiziga joylashadi tushni ko'p qismi va kun davomida kipringiz qayrilib pastga tushib ham qolmaydi. Asosan tepada turadi. Qanaqadir qora tonalka bor ekan, shuni maslahat beribsiz. Rahmat. Tak. Task Cookingdan kirganim, endi tanib olman, zo'r qiz ekansiz, omadingizni bersin. Voy, men zo'rdan ham zo'r qizman, ishonavering, assalom. Ishoning zo'r qiz topgansiz desam. O'zini maqtash bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan deb o'ylamanglar, hazillashmayman, конечно. No, realniy zo'r qizman. Tak, rahmat jonlarim, rahmat. Tush qo'yish o'rgandinglarmi? Rahmat, sidqi dildan o'rgatasiz, ishingizga baraka bersin. Foydali bo'lish sizlarga baxt. Nima deydi? Kimgadir foyda tegish. Ko'zni farqini qaranglar. To'g'ri tush qo'ysanglar, o'z ko'zingiz katta bo'lib ketadi. Rostdan ham zo'r akkaunt bu akkaunt. Вообще foydali akkaunt. Odamlarni kursiga borib, kursiga pul to'lab o'rganamiz bu ma'lumotlarni. Men sizga javob beraman deydi. Tak, tush ko'rsatib boring. Tush juda ham zo'r tush ekan. Menga yoqdi. 10 dan 10 baholaymiz bu tushni ham. Juda hazilkash ekansiz, kulib ko'ryapman. Вообще zo'r qizman. Ha, вообще zo'r qiz, mashallah. Ana, ko'rdinglarmi? Auditoriya meni maqtashga tushib ketishsa, вообще. Tak, qaranglar. Ildiziga qo'yamiz, yaxshilab bo'yab olamiz. Qizlar qaranglar, mana shunaqa qilib ko'pgina bo'lib bo'yab olish kerak. Mana bunaqa qilib bo'yab olamiz-da, tepalari ham bo'yaladi-da o'shanda. Keyin mana bunaqa qilib taraysizlar ildizidan boshlab. O'shanda o'zi chiroyli bo'lib, dona bo'lib bo'yaladi. Объемni ham chiqadi. Kun davomida kipringiz umuman tushib qolmaydi. Sababi eng tush ko'p joy kipring ildiziga to'g'ri keladi. Kipringlar quyuq ko'rinadi. Rahmat hammasi uchun. Siz bilan bo'yanishni o'rganganman. Rahmat jonim. Men bilan bo'yanishni o'rganasiz. Teri parvarishini o'rganasiz. Ko'p narsani o'rganasiz. Xullas, zo'r akkaunt topgansiz desam yana. Skulptorni ham skrin qilaylik, ko'rsating, opa. Oldindan rahmat. Xo'p, muazzam hayotda ko'rsanglar, вообще energichnilar, samimiylar, muazzam, super, rahmat kattakon. O'shda ham filial oching, o'zingiz o'shtanu. Ha, endi inshaalloh. Inshaalloh. Tak, qanaqa tush? Hozir ko'rsatdim, masalan, yana ko'rsatib boraman imkon qadar. Ko'zimni bunisini bir xil qilib olaydi. Ato efirga yangi kirganlar meni ko'zi ikki xil deb o'ylashyapti. Вообще tush 10 dan 11. Zo'r tush ekan. Qizlar qaranglar, tegini ham bo'yimiz. Tegini bo'yayotganimda lekin qiynalaman. Yoqimtoy ekansiz. Вообще zo'r qizman dedim-ku hozir. Desam. Rahmat.
kiprigimni teginida efirdan keyin bo'yab olaman. Hozir dolgi istoriya bo'ladi. Xullas tushni baholab bo'ldik. Tush 10 dan 11 dedik. Undan keyingi narsa bu skulptor rumyana bitta blush buket. Blush buket sizni hayotda ham juda ko'rgim keldi. Keling, eshigim ochiq. Tak, rumyana, skulptor, bronzer, rumyana. Ko'rdinglarmi? Вообще zo'r. Ana endi burnimizni ham kichkina qilib olaylik. Yuz porlarini ochilib ketyapti. Nima qilish kerak? Endi kursini sotyapti demang-ku, deb o'ylamang, kursini sotib olishingiz kerak, srochno. Chunki pora uchun to'liq etap-etap o'qib o'rgatyapman. Nimani ishlatishingiz kerak, qaysi biri realniy yordam beradi, qaysi biri prosta marketing, har bitta kosmetik vositani byudjetni lyuksoviy variantlarini rasm qilib, yonma-yon qilib brendlarning spisiga bilan berganman kursimda. Xullas shunaqa. Top-Face ishlatyapsiz-ku, hozir o'zingizga qolsa shu firmani maslahat berasizmi yoki brendov dekorativ kosmetikalarni ishlatgan yaxshimi? Qizlar, hammaning imkoniyatiga qarab men kosmetika ketaman. Men o'zim og'ir lyuksoviy kosmetika ishlataman ko'p narsamni, lekin masalan, byudjetni ham ishlataman qachonki menga yoqib qolsa. Top-Face tintini men juda ham yaxshi ko'rdim, mazza qilib ishlatdim. Har doim masalan Top-Face lab uchun qalamlari menga idealni. Onlayn kursingizda o'qiganman, prям tiniq tushuntirgansiz, hech narsani yashirmaysiz. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi ko'raman sizni. Rahmat kattakon. Nilufar KH akkaunt egasi. Qizlar qaranglar. Byudjetni lyuksoviy degan tushunchani tushuntirib beraman. Masalan, imkoningiz yetsa, конечно, lyuksoviy oling. Agar masalan sizga byudjetni lekin yaxshi brend kerak bo'ladigan bo'lsa, men akkauntimni kuzating. Chunki men byudjetni tavsiya qilayotgan brendlarimni ham juda ham yaxshilab tekshirib, keyin ishlatib ko'rib, keyin tavsiya qilaman. Yoki haqiqatni aytaman. Assalomu alaykum. Yangi darsliklar qachon joylanadi onlayn kursga? Menimcha ertadan boshlab sekin joylanishi boshlaydi. Chunki dars juda ham ko'p joylab bordik-da birdaniga. Odamlar ko'rmay qo'yadi. Men o'zim bilganim uchun, shuning uchun sekin-sekin joylaydi deb aytdim. Highlighter bugun jiddiy ishlataman. Jiddiy highlighter buni badaniylarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, uyda chiroyli kiyimlar kiyib olasizlar-yu, badanga ham juda ham mana chiroyli yaltiraydi, qarang. Badaningizni ham tarang chiroyli ko'rsatadi. Masalan, dekolte qismlaringizga ishlatishingiz mumkin. Juda ham chiroyli highlighter, естественно turadi. Masalan, dekolte qismlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Вот, highlighter ishlatdim. Jiddiy highlighterni men undan 100 baholagan bo'lardim даже. Chunki jiddiy highlighter bunaqa narx uchun idealni. Xuddi o'zingizga o'xshab turadi. Siyaniyasi. Rahmat, bunaqa ko'pchilik aniq to'liq javob bermaydi. Rahmat asalim. Highlighter вообще zo'r. Qarang. Juda ham oson rastashovat bo'ladi. Mana qarang. Juda oson rastashovat bo'ladi. Highlighter aytibman, 100 как будто o'zingizga o'xshab turadi. Xo'p, highlighterni surib oldik. Ana endi iloji bo'lsa narxlarini ham ayting. Narsalarning narxlari примерно 100 ming so'm atrofida. Siz Qoraqalpog'istondan ko'rib boraman. Siz yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Jiddiy highlighter. Ko'rsatib oling. Всё. Ana endi qizlarjonlar qaranglar. Rumyanani men yana ozgina qo'shkim kelyapti. Nima deysizlar? Rumyana rangini qaranglar, вообще свежийda. Ozgina yana qo'shdim. Menimcha yarashdi. Bilmayman, rumyana men juda ham yaxshi ko'raman. Burunimni ustigamda odamlar rumyana qilib olaman deb. Juda ham yaxshi ko'raman. Onam ko'rsalar efirni ushib beradilar. Sen qizarib ketasan. Ama yaxshi ko'raman rumyanani. Tak, ana endi inshaalloh offline o'qish niyatim bor. Albatta keling. Highlighter ololmadim, iltimos yana ko'rsating mana. Qizlar, bu highlighterni badanlaringizga sursanglar ham bo'ladi. Masalan, suyaklaringizning ustiga, yelkalaringizning ustiga men o'zim shunaqa foydalanaman. Vosh yaxshi ko'raman.
Tak. Jennifer Lopez ham oyog'i yaltirab turadi. U ham shunaqa narsa ishlatadimi? Ha. Jiddiy highlighter ishlatadi, bronzer ishlatadi. Rumyana surayotganda hamma qizlar ko'rib suradi-ya. Ham shirin qilib qo'yadi da. Highlighter jiddiy bo'lsa, suxoy korrektorlardan keyin ishlatsa bo'ladimi? Farqi yo'q, bo'veradi qizlar. Главное esa to'g'ri kombinatsiya qilsangiz bo'ldi. Onlayn kurs o'qiyapman, juda yoqdi. Rahmat qizlar, buncha yaxshisizlar. Kurs olsak o'zimizga qoladimi? Butunlay berib beraman o'zingizlarga. Butunlay bir umrlik do'stlik bilan beraman qizlar. Bemalol ishlatib o'sha Telegram kanaldan chiqib ketmasanglar bo'ldi. Tak, ana endi qoshimizga yetib keldik. Qoshimizni taraymiz. Juda ham zo'r fiksator. Top face fiksatori. Juda ham ko'p rossiyskiy blogerlar maqtaydi, juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. O'zim ham yaxshi ko'raman. Tak. Biram yo'g'i bor, siz rahmat, kattakon. Men ham o'qish niyatim bor. Srochno o'qing. Tak. Qoshimizni oldin tozalab olamiz. Qizlar qarang, kanalga chiqyapti. Qoshimizni oldin tozalab tashlaymiz, yaxshilab tozalab tashlaymiz. Qarang, qosh tozalandi. Nimaga qosh tozalash kerak? Bo'lmasa fiksatorlaringiz oq bo'lib, nalot bo'lib qoladi. Xunuk bo'lib, kir-xira bo'lib qolmasligi uchun doim tozalaymiz. Birinchi qosh fiksatsiya qilib oladi-yu ba'zilar, nima muazzamsiz oxirida qilasiz deyshadi. Chunki men ilmiy jihatdan qarayman. Har qanday kosmetika bu chang, kosmetik chang. Men sizni kursingizda o'qiyapman, yoqyaptimi? Havasim keladi sizga o'xshamoqchiman. Rahmat kattakon. Hatto ko'rdingiz, hayotda chiroyli ekansiz. Rahmat. Tak, qizlar qaranglar. Nimaga fiksatorni men oxirida qilaman makiyajim почти bo'lgandan keyin? Birinchi sababi fiksator sostavida vosk saqlaydi, smola saqlaydi qaysidir fiksatorlar. U changlarni infeksiya deb o'rganib qo'yganman deb qaranglar. Changlarni o'ziga tez oladi. Har qanday kosmetika, rumyana ham, skulptor ham, bronzer ham, pudra ham hammasi quruq chang. Va ular quruq qoshingizga yopishadi. Shuning uchun oxirida men uchun qosh bu завершающий etap. Birinchi bo'yab olmayman. Assalomu alaykum, onlayn kursingiz oldim, juda yoqdi. Diko Mila, zo'r o'rgatar ekansiz. Ha, вообще yoqyapti onlayn kursingiz deb yozishibdi. Rahmat. 6 oyga bo'lib to'lashni ayting. Qizlar, o'zimdan sizdan ro'yxatdan o'tasizlar. Menejerlarga shunda direktdan yozinglar, sizlarga javob berishadi. Bo'lib to'laysizlar. Qizlar qaranglar. Fiksator o'zi 290 ming so'm, 29 ming so'mdan tushadi bitta darsingiz masalan sizga-da. Yana uni bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Endi fiksatorda taraymiz qizlar jonlar. Bu fiksatorda taraymiz. Fiksatorni sразу ko'p olib bormanglar, naborot oqib ketadi. Kamgina olib taraymiz. Qoshni oldinga, yonini yonga qarab taraymiz. Mana bunaqa domiklaringlar bo'lsa, tepaga chiqib ketsa, sal tushiringlar. Mana. Borib o'qigim kelyapti. Keling. Assalomu alaykum. Kursga qanday to'lov qilinadi? Direktdan yozsangiz karta yuborishadi yoki klikdan, Paymedan Moa Academy deb qidirsanglar ham chiqadi qizlar. Moa Academy desanglar chiqadi. Qaranglar, fiksator menga juda ham yoqadi. Qachon boshlanadi? Olmoqchi edim. Oxirgi kanalga qo'ysa bo'ladimi? Qizlar, onlayn kursim meniki Zoomda yoki boshqa joylarda bo'lmaydi, meniki kurs boshlanib bo'lgan. Ya'ni, hali siz to'lov qilgan kuningizdan, soatingizdan boshlanadi. Shunda sizga do'stlik beriladi. Kirib bemalol o'zingizga qulay paytlarda ko'rishingiz mumkin. Tap. Ana endi fiksatorda qoshlarimizni ko'tarib oldik. Qizlar qaranglar, meni qoshim terilmagan, meni qoshim formada ham emas. Lekin menga shunaqa forma yoqadi. Ya'ni juda ham cho'tkisi yoqmaydi. Agar sizlarga cho'tkisi yoqsa, mana bunaqa kichkina lopatik kist olinglar-da, boyagi konsileringlarga tekkizib, bundoq qilib chizib chiqinglar, ortiqchalari ketadi. Siz onlayn kursingiz zo'rligidan janimga to'yanaga hadya qildim. Katta rahmat, minnatdorman.
qizlar, men boshqalarning efiriga ba'zan adashib kirib qolsam qo'rqib ketaman-da. O'zimning efirimga kirsam shunaqa mazza qilaman, shuning uchun tez-tez efir qilgim keladi. Har doim shunaqa meni erkalatib tashlaysizlar, maqtab tashlaysizlar. Kursdan qancha vaqtgacha foydalansak bo'ladi? Bir umr kurs sizniki. Tak, qizlar, qoshimni men rangsiz fiksatorda taradim. Menga shu yoqadi. Agar srazu qoshlarni bo'yab ketishni xohlasanglar, mana bunaqa rangli fiksator ham bor. Muazzam ertagacha maslahatim kurslarida o'qinglar. Rahmat. Tak, qaranglar, bu srazu bo'yab ketadigan fiksator. Menga prozrachniy fiksator yoqadi. Buni sizlar uchun ko'rsatib beraman. Bu fiksatorni ham 10 dan 10 baholayman. Buni esa 100 baholayman desam, prozrachniy o'zim yaxshi ko'rganim uchun. Tak, tolasini bo'yab ketmoqchi bo'lganlar, qaranglar, mana bunaqa rangli fiksator ham bor. Ko'ryapsizmi, srazu bo'yab ketyapti. Lekin men qoshimni hech ham bunaqa to'q bo'yamayman, qizlar. Buni sizlar uchun ko'rsatdim. Mana menga endi ochiq qosh ko'proq yarashadi deb o'ylayman-da. O'zimni komfortliroq his qilaman bo'yalmagan tabiiy qoshlarda, shuning uchun. Lekin bizning xalqimizda qizlar qoshni yaxshi ko'rishadi-yu. Shuning uchun men shu fiksatorni ham ataylab sotib oldim sizlarga ko'rsatish uchun. Assalomu alaykum, studiyaga borsam uxodovый kremni tanlab bera olasizmi? Men tanlab bera olmayman, lekin meni studiyamda qizlar, o'zimda o'qigan qizlar kosmetika sotishadi. Sizga tushadiganini tanlab berishadi. Offline qachon boshlanadi? 14-apreldan boshlanadi. Bo'yalgan rosa yarashdi, rahmat. Lekin men o'zimni bo'yalganda nekomfortni nimagadir his qilaman, ya'ni juda ham to'q bo'lib ketgani yoqmaydi menga. Sizlar uchun ko'rsatdim, qizlar, mana shunaqa tolasini bo'yaydi-da bu. Bu terini emas, tolani bo'yaydigan tush, bu ham Top Face'dan. Narxi juda ham arzon edi. Menda hozir 4-nomeri, 004-nomeri. Tak, prozrachniy bu, ikkalasi ham Top Face. Bu bo'yamayotgan narsalarni qayerdan olsam bo'ladi? O'zimizda ham bor, O'rikzorda ham bor, Top Face magazinida. Butun shahardagi juda ham ko'plab do'konlarda bor. Offline kursni hech bo'lmay onlaynda o'qiyapman. Hozir juda ham yoqyapti, lekin offline ham o'qigim kelyapti. Katta rahmat. Qayta ishonayotganingiz uchun katta rahmat. Fiksator yaqindan ko'rsating. Ranglisimi? Vot ranglisi. Rangsizni ham ko'rsatib qo'yaveraman. Qizlar, mana screenshot qilib olinglar. Mana. Tak. Endi esa qizlar, qaranglar, meni qoshimda oldida tolalar bor-da, orqaga borib kamayib ketgan. Agar sizlar bu kosmetika hammasi turkiyaniki qizlar, turetskiy brend Top Face. Qizlar, qaranglar, endi qoshim yo'q joylarini men bunaqa qilib bo'yab chiqaman. Nimaga? Chunki qoshimni tolasi tugab qoladi yarmidan-da menikida. Agar sizni qoshingiz oxirigacha bo'lsa, srazu tarab qo'ysangiz ham bo'ladi. Menga o'xshab bo'yab o'tirishingiz shart emas. Bo'yayotgan qalamim ham Top Face'dan 004 ekan, bu ham 004. Bir-biriga yaqin ranglar olib kelganman-da, shuning uchun hamma produktlarim 004 ekan. Qalam, qosh qalami. Mana. Voy, birinchi marta bunaqa to'q qosh bo'yashim, bilmayman. Yura olamanmi yo'qmi, lekin vроде chiroyli hayotda. Kameradan qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Neplохо. Chiroyli-a? Meni qora qoshda birinchi marta ko'ryapsizlarmi? Yarashganmi? Bahorda yuzim qurib ketyapti. Namlantiruvchi krem tavsiya qilasiz, byudjetni. Storieslarni ko'rib boring, doim aytaman qizlar. Doim xuddi tavsiya qilaman. Ana endi lab bo'yashga kelsak, qizlar, hozir lab bo'yashga deyman, вообще ko'p narsa olib kelganman-da. Qaysi birini ishlatishni bilmayapman. Hamma menga Top Face'dan yoqqan brendlar, yoqqan narsalarni olib keldim mana. Eng yoqqanlarini olib keldim. Birinchi o'rinda Top Face tintini prezentatsiya qilmoqchiman. Qizlar, qaranglar. Prof kurs, qizlar, prof kursda agar точно ishlasanglar o'qinglar, chunki prof kurs $2,500. Prof kurs haqida so'rayotgan qizlar. Chunki ne только puli haqida, bu yerda vaqtingiz ham ketadi. Agar точно ishlasangiz, bu sferada o'smoqchi bo'lsangiz, unda prof kurs. Agar faqat o'zingiz uchun bo'lsa, sам себе vizajist. Labis, fillermi deb so'rayotganlar. Labim o'zimniki. Qizlar, bu tint. Tint labizni terisini bo'yaydi. Ya'ni tepasida turmaydi-da. Qaranglar. Shunaqa tint
Shunaqa qilib bo'yaysizlar. Va bu tint 24 soat turarmidi adashmasam. Men buni ishlatib ko'rdim necha marta. Shunaqa qilib surasizlar. Qaranglar, oldin tintini prezentatsiya qilamiz, keyin boshqacha lab bo'yaymiz. Keyin влажный salfetka или vatный disk bilan ortiqchasini artib tashlanglar. Chunki juda ham kuchli bu. Labinglar shunaqa xuddi o'zingizlarnikidek turaveradi. Kun bo'yi narsa yurasizlar, ichaverasizlar, umuman ketib qolmaydi. Tint necha? Tint 001 eng to'q rangini oldim mana. Endi qarang, tintda labingizni bo'yaganingizdan keyin o'zingizda bor har qanaqa blesk olasizda, qizlar. O'zingizda bor har qanaqa blesk olasizda, ustidan blesk qilsangiz ham bo'ladi. Ko'rgan odam shunchaki prozrachniy blesk qilgan, labi o'zi shunaqa sochni, effektni deb o'ylaydi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Sizni odam umuman o'ylamaydi labini bo'yagan deb. O'chib ketmaydi. Bemalol kun davomida yuraverasizlar. Mana. Faqat mana, qarang. Tepadagi blesk o'chib ketdi, lekin tint hali ham turibdi. Demak, bu o'ta tabiiy go'zal bo'lishni istaydiganlar uchun. Ishxonangizdagilar bir siqilsin. Bu nima bunaqa chiroyli bo'lib ketyapti, bo'yanmasa ham deb qizlar. Ishxona tint tahorat o'tkazadimi? Qizlar, tintda mikropigmentlar bo'ladi, teriga singiydigan bo'ldi. Bu tipa kraskaga o'xshagan narsa, bunaqa sloy hosil qilmaydi. Umuman tahoratga buning aloqasi yo'q. Bu mikropigment. Sizga tushuntirishim uchun xina kraska qilasiz, unda uchib qoladi qo'lingizga, to'g'rimi? Bu ham shunaqa narsa. Mana. Shunaqa bo'lib joylashib qoladi teriga. Labingizga shunaqa pigment joylashib qoladi. Xo'p, endi keling labimizni bo'yaymiz. Qaranglar, tint labni qanaqa sog'lom ko'rsatadi. Xo'p, qalam oldim Top Face'dan, mexanicheskiy qalam, juda ham stoyki qalam. Qizlar, nomerini aytaman, bu juda ham chiroyli qalam, eslab qolinglar. 001 ekan. Mexanicheskiysi. Screenshot qilib olinglar. Mana Top Face juda ham qalamlari ko'pda, imенно shu qalamim menga juda yoqdi. Qaranglar. Rangini qaranglar. Rangi 001. Mana. Ko'rdinglar? Объемный qilib bo'yayapman. Qizlar, labga объем bermoqchi bo'lsangiz, faqat o'rtasiga beringlar. Ikkita chetga bunaqa yumaloq qilib bermanglar. Mana tagiga ham berdim. Qizlar, qaranglar qanaqa объемный lab bo'ldi. Qarang. Tinti ham примерно 100 ming atrofida va pishi chiroyli qalam. O'zini как pomada ishlatsanglar ham bo'veradi, bundan yotqizib tortib-da. Faqat quritish mumkin. Blesk или balzam qurish bo'lsanglar, labinglarga juda ham chiroyli teksturasi va pishi bog'ati. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Sizni har bir tekin videolaringizni ko'rib mazza qilaman va ko'z bo'yashni o'rganganimdan buyon makiyaj qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Zo'r tushuntirar ekansiz. Rahmat qizlar. Ana endi labimizni bo'yaymiz va Top Face'dan shunaqa chiroyli pomadalar chiqqan ekan. Yangi hammasini olib keldim. Birinchisi mana bu pomada. Moka degan rangi va pishi modniy rang. Moka mana bu pomadasi. Keyingisi qalam pomadasi. Mana bunaqa qalam pomadasi chiqqan. Mana ham qalam qilib, ham pomada qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ham chizadi, ham bo'yaydi. Qarang, bu rangi ham juda chiroyli. Juda qulay. Mana. Bunisini ham olib keldim. Menga bu ham juda ham yoqdi. Qalam pomada. Bu rangi ham juda ham yoqdi. Bu rangi boya ko'rsatdi, bu moka degan. Qaranglar, bu ham va pishi chiroyli rang. Endi ranglarni aytaman. Bu moka 023, bu 014, qaranglar 014 bu 014.
Va men Too Faced'dan eng yaxshi ko'radigan liniyam bu mana bu liniya. Vegan liniya. Umuman hayvon mahsulotlari qo'shilmagan, vegan, ya'ni hayvon yog'lari qo'shilmagan. Endi qaranglar qizlar. Bu pomada ham namlantiradi, ham buni har kunlik ishlatsanglar bo'ladi. Stoyki emas, eng qulay tomoni stoyki emas. Ya'ni quritmaydi. Qaranglar. Buni ham rangi juda chiroyli. Menga bu ham juda ham yoqadi. Bu 004-nomer. Qaranglar, men nude rangini yaxshi ko'raman, 004. Brown sugar. Inshaalloh offline kursingizga ham bormoqchiman. O'zim uchun vaqt ajratib, rahmat kattakon keling. Ana endi qizil rangidan ham oldim. Boyagi men buni bunaqa qilib o'rtasini qizilroq qilish uchun. Tak, ko'rdinglar-ya? Xo'p. Nima savollaringiz bor? Beravering, savollaringizga javob beraman. Hamma narsa, shuncha narsam даже $100 yetmadi-da. Shuncha narsa, ikkita tush, 4 ta pomada, lab qalam, qosh qalam, fiksator, rumyana, pudra, tonalka, baza, highlighter, qoshga ikkita fiksator, hammasi bo'lib, concealer. Faqat Too Faced brendining mahsulotlarida makiyaj qildim. Juda ham byudjetniy brend. Va shu bilan birgalikda juda ham sifatli. Men bu narxga Too Faced juda ham arzon deb bilaman. Juda ham arzon brend. Hamma olgan narsalarim 290 ming so'mlik kursingiz zo'r ekan. Rahmat. Moa studiyongizdami? Moa studiyada ham bor. Toshkent shahrida juda ham ko'p joylarda Too Faced sotiladi. Telegramdan yozsam to'lov qilsa bo'ladimi? Albatta. Assalomu alaykum, yuzimda tug'ruqdan keyin dog'lar paydo nima qilsam bo'ladi? Men akkauntimga kirsangiz dog'lar yo'qotuvchi rolik bor, shuni ko'ring. Uzr, hozir kirdim, yaxshi pomada tavsiya qiling. Endi menimcha efir boshqatdan ko'rasiz, chunki juda ham efir katta qismi o'tib ketdi. Kursda uxoloviy kosmetikalar haqida ma'lumot beriladimi? Hazillashyapsizmi? Nima deganingiz bu? Kursda ham teringizni kechqurun parvarish qilishni alohida o'rgataman. Ertalabkisini alohida o'rgatganman. Har bitta kremni ham, tonerni ham, sivırtkani ham, hamma narsani, ham byudjetniy variantini, ham lyuksoviy variantini rasmlari bilan tashab qo'yganman gruppaga, Telegram gruppaga. Hozir ham bormi 290 ming so'mlik kursingizda? Hozir ham to'lasanglar bo'ladi. Kurs 5-aprelgacha, qizlar faqat 5-aprelgacha olsanglar bo'ladi shunaqa narxga. Qizlar qaranglar, endi bronzer, zagar qilamiz. Zagar yaxshi ko'radiganlar bormi? Qaranglar mana. Bundoq qilib zagar qilamiz. Kurs narxi 490 ming, o'zi chegirmali 290 ming qildik. 5-aprelgacha olsanglar bo'ladi. Zagar qo'shdim makiyajimga. Vau, men zagar yaxshi ko'raman. O'zingiz brendingiz kislari bormi? Bor. Xudo xolasa mana shu erta-indin уже rastamashqa qilib olamiz. Inshaalloh juda cho'zildi, biza uzoq katta ish ekan. Sotuvga chiqadi. Kutinglar. Zagar qo'shamiz yoz uchun. Zagar yaxshi ko'radiganlar bormi? Mana. Ana endi makiyajni baholaymiz. Baholaylarchi. Bugun men oldim kursingizni, ma'lumotlar zo'r ekan. Katta rahmat. Qizlar, rahmat sizlarga. Ishonch uchun, tanlov uchun, e'tirof uchun, olgandan keyin shuncha maqtov uchun indamay ketsanglar ham bo'lardi. Ba'zan qo'lingizga qalam ko'ndirib pomadani boshqatdan surib bera olasizmi? Skrin qilib oling, iltimos. Zo'rg'a o'chirdim-ku. Kurs puliga 100 bor arzirkan, olgan pulingiz halol bo'lsin deyapti. 100 baho, rahmat, bebaho. Hamma olgan narsalarni tatbiq qilib bera olasizmi? Hammasi Too Faceddan qizlar, hammasi Too Faceddan. Super, prosta rahmat. Oldingizga borsam o'zingiz kosmetikalar tanlab bera olasizmi qizlar? Sizlar слишком ko'psizlar. Men bitta o'zim sizlarga kosmetika tanlab bera olmayman. Shopimga kelsanglar, kosmetika do'konimizga kelsanglar, sizlarga o'zimda o'qigan qizlar, o'zimni qo'limda ishlaydigan qizlar, o'zimda o'qigan, ular tanlab berishadi. Men tanlab bera olmayman. Chunki ulgurmayman bu narsaga. Katta rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Rahmat.
imkon qadar shunda ham harakat qilaman kimlardir kelganda. Shu yerda bo'lsam, shu yerda masalan o'zi menda konsultatsiya pulli, soati $100 dan turadi, to'g'rimi? Lekin mashqqa kim kelib qolsam, kimdir kelib qolgan bo'lsa, parallel kelib qolsam, shunda o'zim yordam berishga harakat qilaman. Kelsanglar qizlar, qizlarim qilib berishadi. Direktdan yozsanglar, adreslarni tashashadi. Mustaqillik 19, Mustaqillik 79, Hamid Olimjon metrosining yonida. Eski fizkulturniy institut ro'parasida. Qizlar, Voya demadingiz-ku. Voya. To'g'ri aytasiz. Offline kurs $300 qizlar. ESL yoki Arbantanangiz qaysi biri yaxshi? Ikkalasi ham yaxshi. Men ESL ko'proq tanlagan bo'lardim, Muslimlar ham ko'proq yoqadi. Tak, hammalarga hayit muborak. Hayitligim sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman. O'rgana olgan bo'lsanglar, sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Люблю вас всех. Kelinglar. Kelinglar. Kosmetikalar tanlab berishadi qizlarim. Kosmetichkalarni razbor qilib beramiz. Rahmat hamma ma'lumotlar uchun. Zo'r o'rgatasizda, mazza qilaman sizni tomosha qilib. Rahmat. Bugun olgan narsalaringizni qilib bering. Xo'p jonim, xo'p. Yozdim o'qimadingiz, hayitingiz bilan ko'rmaganman asalim.